Eronda 2 haftadan buyon davom etayotgan ommaviy norozilik namoyishlari chog'ida halok bo'lganlar soni allaqachon 200 dan oshib ketgan. Mahalliy shifokorlardan biri anonimlik sharti bilan Time jurnaliga xabar berishicha, mamlakat poytaxti Tehronning o'zida xavfsizlik kuchlari bilan to'qnashuv oqibatida 217 nafar namoyishchi o'limi qayd etilgan. Manbaning so'zlariga ko'ra, poytaxtdagi 6 shifoxonada jami 217 namoyishchining o'limi ro'yxatga olingan. Ularning aksari o'qotar jarohatlar oqibatida vafot etgan. Nashrning yozishicha, 9-yanvar kuni rasmiylar jasadlarni shifoxonalardan olib ketgan. Muxolifatchilarning Iran International kanali esa qurbonlarning haqiqiy miqdori ancha ko'pligini, bu miqdor mingdan oshganini yozmoqda. HRANA huquq tashkiloti hozircha jami 65 ta o'lim holati hujjatlashtirilgani, shundan 50 nafari namoyishchilar, yana 15 nafari huquq-tartibot organlari xodimlari ekanini ma'lum qildi. Xengaf huquq faollari guruhi esa so'nggi 2 hafta mobaynida 2,5 mingdan ortiq kishi hibsga olinganini xabar qilgan. Eronda ommaviy norozilik namoyishlari 2025-yil dekabr oyidan buyon davom etmoqda. Namoyishlar mamlakatdagi chuqur iqtisodiy inqiroz fonida boshlanganda, ammo hozirga kelib siyosiy tuzumni o'zgartirish, xususan oliy rahbar Ali Xomeneyni hokimiyatdan chetlatish va Islom Respublikasi siyosatini to'liq qayta ko'rib chiqish talab qilinmoqda. So'nggi shohning o'g'li, quvg'indagi muxolifat yetakchisi, hozirda AQShda yashayotgan Rizo Pahlaviy aholini ko'chalarga chiqishga chorlagach, namoyishlar yanada kuchaygan. Bu fonda mamlakatda internet o'chirib qo'yilgan.